Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, davom etamiz. Bitcoin, neft va tillalarni William Gann texnikasi bo'yicha analiz qilishda efir boshlashdan oldin oldingi bergan D1 grafikiga prognozimni aytmoqchiman. Demak, tillada mana bu yerda bozorni pastga ketishiga mana bu usredneniy zona, Gann zonasiga kelishini taxmin qilgan edim va hozir mana rasmda ko'rsataman. O'sha mana YouTube kanalda berilgan joy pastga bozorni ketishiga va bu 100% o'zini oqlagan 1700-1800 pips demak profit qilingan. Demak, davom etamiz. Hozirgi holat bo'yicha demak tillada qanaqa holat bo'lyapti? Bugun mana 28-29 bizda razворотный zona bor. Vaqt bo'yicha va hozircha tilla ozgina razворот olsa kerak. Mana bu uglimiz 2.1 ga, hattoki 1.1 ga borishi ham mumkin. Bu yerdan yana qanaqadir pastga падение demak kutamiz. Bu D1 grafikida globalni ko'radigan bo'lsak, tilla mana ko'ryapsizlar, mana bu ugulni bu ugul 2023-yildan beri mana o'sib kelyapti va endi kelib mana shu ugulga urildi. Hattoki bozor bilib bo'lmaydi, mana bu ugulga ham kelishi mumkin. Demak 3200 ga tushib ketishi ham mumkin tillar narxi. Demak buni kuzatib boramiz. Demak Gann texnikasi bo'yicha shunaqa holat bor. Hop, H1 time frame ga o'tamiz. H1 time frame ni bizda hop qanaqa holat bo'lyapti? Demak, bizda mana bu падениеdan kelgan mana bu kuchli падениеdan kelgan qanaqa holat bo'lgan? Demak, bu yerda konsolidatsiya holati bo'lgan. Mana bu yerda uchburchak holati bo'lgan. Shuni hisobiga mana bu o'rinlar uncha yaxshi demak reaksiya bermadi, lekin ugullar bu yerda yaxshi ishlagan. To есть mana ko'ryapsizlar, eng minimalni tushgan joydan oxirgi reaksiya zo'r olgan. Mana bu joyda demak 4800 zonadan demak bozor tepaga yaxshi reaksiya olgan va qaytib keldi shu zonaga. Keyin mana bu uglimiz proboy bo'ldi. Keyingi ugulga bozor bordi почти. Bu yerdan pastga reaksiya oldi. Keyingi mana bu vasqadashi to'r bir ugulga keyin yana bozor yorib o'tdi-da, bu yerdan endi mana bu yerda undan oldingi ugulimiz bor. U yerdan demak bozor pastga tushib, birinchi level, ikkinchi levelni kesib o'tdi. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi mana bu 1-2 ugul proboy bo'lganda o'zi faktiski keyingi ugulga borish kerak bo'lgan va zonamizga 1.4 ga, lekin ahamiyat berishimiz mumkin bo'lgan joyi mana bu 1.4 ugulimiz yana обратный pastdan proboy bo'lib ko'ryapsizlar, retest bo'lgan va уже mana bu ugli kelishi demak shubha ostida, to есть x qilib turamiz buni. Va bundan keyingi ugulimiz taka bozor nisqadashi bo'lgan hisobiga va ko'ryapsizlar, retestdan keyin keyingi ugulga kelyapti. Oxirgi 1.8 ugulimizga va уровень 48 ga demak retest. Bu ham proboy bo'lyapti. 1.8 proboy bo'lyapti. Retest, bu yerdan уже bozor pastga demak tushib ketdi. Juda ham chiroyli ishlagan. Endi mana bu yerda уже asta sekinlik bilan bozor mana bu уровеньdan reaksiya oldi 3995 dan. Vasqadashi trend retest bo'lyapti 1.2 ga va sekin asta уже bozor konsolidatsiya holatidan chiqib уже mana bu ugulga kelsa kerak. 1.4 ugulga, bu yerdan уже qanaqadir yana pastga reaksiya kutamiz. Hop, Bitcoin'da D1 grafikida bizada hozircha bozor ugullarimiz 1.4 1.2 orasida konsolidatsiya bo'lyapti. Agar tepaga yorib chiqadigan bo'lsa, retest keyingi ugulga bozor kutib qolamiz 1.8 ga va bu ham uradigan bo'lsa, уже vasqadashi дальнейший рост va уровень 1000, to есть $113,000 ekan va bu yerdan aksincha pastga tushishi ham mumkin va mana bu ugulga kelishdan ham taxmini bor. Bizda demak 99,000 zonagacha hattoki Bitcoin tushib ketishi mumkin. H1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, H1 time frame da hozircha demak mana bu uguldan demak to есть уровеньdan Bitcoin yaxshi chiqib ola olmayapti, lekin bizning уровеньimiz to есть ugulimiz 1.4 ugulimiz demak proboy bo'lgan. Mana bu ugulimiz va скорее всего уже bozor agar tepaga ko'tariladigan bo'lsa, ikkita уровеньdan o'tib keyingisi уже mana bu ugulga 801 ga va 119 to есть 119 minggacha demak borishi mumkin. Alternativniy holat agar
bozor pastlaydigan bo'lsa, mana bu uровеньdan demakki 111.000 pastiga yorib o'tadigan bo'lsa va uglimizni yorib o'tadigan bo'lsa, u holda retestdan keyin keyingi уровень demakki 108.000 ga yana test kutamiz. Demak, neft hozircha 1.4 uglimizni demak test qilyapti yana. Agar ko'tarilib bulardan tepada zakreplение bo'ladigan bo'lsa, retest va уже keyingi ugl tepaga 1.4 uglga kutib qolamiz D1 grafikida. Va H1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, H1 time frame ni bizada hop bozor demak, men падениyadan keyin riski keyingi uglga yana test bo'ldi. 1.4 ga bu ham proboy bo'ldi va $65 hozir zakreplение bo'lgan, ikkita konsolidatsiya уровень. Agar yana bu yerdan yorib chiqadigan bo'lsa tepaga, retest уже keyingi ugl 67 va 1.8 gacha bozor demak borishi mumkin. Demak, kuzatamiz, like bosishni unutmaymiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz va kim GAN texnikasiga qiziqayotgan bo'lsa, adminga murojaat qilishingiz mumkin. Bizada demak o'quv kurslari ochilgan. Xayr, salomat bo'ling.